Mediapark Qoratosh savdo majmuasida xonadon aksiyasining final bosqichi o'tkazildi. Unda ishtirokchilar jami 39 ta qimmatbaho sovrin va asosiy yutuq Toshkentdagi Gardens Residence xonadoni uchun o'z omadlarini sinab ko'rishdi. 2018-yilning 15-noyabridan 2019-yil 30-yanvariga qadar Atlas Mebel, Autograf, Seniorita va Mediapark savdo majmualarida ma'lum bir xaridni amalga oshirgan kishilar xonadon aksiyasida ishtirok etishdi. Ularga mazkur xaridga qo'shimcha ravishda shahar markazidan zamonaviy uy yutib olish imkoniyati berildi. Aksiyamiz ko'plab ishtirokchilarni jam qildi. Sababi mukofot chindan ham ajoyib. Shahar markazidan uy. Aksiya shartini bajarganlar bir xil imkoniyatga ega. Shu oyning boshidan 13 ta savdo obyektida birinchi bosqichni o'tkazdik. Saralab olingan 3 nafar eng omadlilar final bosqichiga yo'l olishgan. Ko'ramiz, asosiy yutuq kimga nasib etadi. Final bosqichi jami 4 raundda davom etdi. Unda ishtirokchilar turli xil vaucherlar, televizor, muzlatkich va shu kabi boshqa ko'plab qimmatbaho sovg'alarga ega bo'lishdi. G'oliblar maxsus komissiya tomonidan ro'yxatga olinib, ularning o'zlari keyingi omadlilarni aniqlab berishdi. Plita sotib olgandim, gaz plita. Mana shu aksiya ketyapti ekan, shunga o'ynagandim. Mana shu Xudoga shukr, mana 3 million so'm mebel vaucherga ega bo'ldim. Mediaparkka kelib, muzlatkich, telefon shunaqa uy jihozlari sotib olgan edim. Kutmaganimda telefon qilishdi, chaqirishdi. Mana bugungi o'yinga qatnashdim va Autografdan nodir san'at asarini yutib oldim. Savdo manzillaridan xaridni amalga oshirib, maxsus kuponni to'ldirganlar bugungi aksiya ishtirokchisiga aylanishdi. Orzuga kutilgan daqiqalar esa tobora yaqinlashmoqda. Chunki oddiygina xarid hamyurtlarimizga xonadon sohibi bo'lishlik imkoniyatini taqdim etadi. Yana bunga qo'shimcha ravishda ularga boshqa ko'plab qimmatbaho sovg'alar topshirilishi ham rejalashtirilgan. Hayajonli daqiqalar tobora yaqinlashib kelyapti. Nafaqat o'sha aksiyada ishtirok etgan insonlar, biz ham mana shu tadbirni boshlovchilar sifatida kimdir uchun qayg'urganimiz holda kimga nasib etar ekan deb juda ham oshiqib ketyapmiz o'sha haqiqatdan yutgan odamni ism familiyasini bilishga. Darhaqiqat, zero 39 ta ishtirokchidan bor yo'g'i 9 tasi qoldi. Demakki, xonadon aksiyasining final bosqichiga bor yo'g'i bir necha daqiqa qolib tamom bo'lishiga. Shunday ekan biz barcha qolgan ishtirokchilarimizga omad tilaymiz, g'oliblarni esa tabriklaymiz. Shundan so'ng sahnaga kunning eng omadlilari xonadon aksiyasining so'nggi 2 ishtirokchisi taklif etildi. Ulardan biri 8 million so'mlik vaucher yoki bosh sovrin egasiga aylanishi kerak edi. Abdim Dilshod. Super yutuq sohibi! Dream City'dan xonadon muborak, xonadon aksiyasining mutlaq g'olibiga guldiroz qarsaklaringiz azizlar. Umuman hammalari xursandman. Shunchalik o'zim ham kutmadim, o'zim ishonmayman. Tushimda turganim bormi? Lekin uydagilar qilib yotishibdi, ishonishmayapti yutganimga, lekin oyimlarning duosi ostida yutdim. Oyimlar duo qilib turdilar, har anaqasi. O'zim sezgandek bo'ldim. Mebellarni yangi uyga olgan ekanmiz, o'zimiz bilmas edik, mana xursandmiz. Xonadon aksiyasida 18 yoshga to'lgan O'zbekiston Respublikasida doimiy yashovchi va mamlakatimiz fuqarosi bo'lgan jismoniy shaxslar ishtirok etishdi.